Savollar bo'lgan ekan, teplovoy nasos haqida video qiling, obzor qiling deb. Hozir qisqaroq gaplashamiz. Katta videoni xudo xolisa tayyorlaymiz, qilamiz. Hozir qisqacha ma'lumot. Teplovoy nasos nimaga nasos deyiladi? Nasos deyilishining sababi birinchi o'rinda bir muhitdagi temperaturani ikkinchi muhitga olib o'tib beradi. Shuning uchun nasos deyishar ekan. Ularning asosan 3 ta turi bo'lar ekan. Havodan olinadigan, suvdan olinadigan, yerni qaridan olinadigan. Bizani endi diyorlarda eng arzon usullari o'sha havodan olinadi. Vozdux voda deydi. Havodan o'shaligi teplonositilga o'tkazadigani. Suvdan olinadigani voda deydi. Undan keyin geotermalniy, yer qaridan olinadigan. Bular kimlarga bo'ladi? Kimlar olsa bo'ladi degan savolda xarajatiga to'g'ri keladigan bo'lsa, hisoblaydigan bo'lsak, gazga eng arzoni baribir gaz. Gaz endi bermayotgan joylar yo gaz yetib bormayotgan joylar bo'lsa, teplovoy nasos qo'yiladi. Ana unda effektivnisi oshadi. Elektr koteldan ko'ra yaxshiroq, ko'mir koteldan ko'ra yaxshiroq, effektivnisi yuqoriroq hisoblanadi. Baribir shunda ham kilovatini issiqlik quvvatini to'g'ri hisoblash kerak. Undan keyin sistema otopleniyamizni niski temperaturli bo'lishi kerak. Bular ham har bittasi alohida mavzu bo'lgani uchun hozir yuzaki etib chiqyapman. Undan keyin yana bir o'zimga shpargalka qilib olgandim. Foydalarida endi o'tin ko'mirdan qutulasiz, chang to'zonlardan zapravka qilinmaydi. Elektrdan bo'lsa juda arzon. Rossiya hududlarida 1 ga 3 deb hisoblarkan. Bizning hududlarda 1 ga 4, 1 ga 5 ham issiqlik quvvatini olsa bo'ladi. 1 kilovat elektr energiya sarflab. Shunaqa proporsiyada hisob olsa bo'lar ekan. Undan keyin hali bino narxini ko'taradi deyshadi. Endi hamma ishlari bo'lganda bu nima yutuq beradi? Teplovoy nasos konditsionerni chopadi, gaz kotelni chopadi. Undan keyin ana o'ligini qani ham chopadi. Aristonni ham. Shuning uchun buni qilgan odam gaz yo'q joyda yutadi. Sovutish sistemalariga mana aytib chiqdim, hali konditsionerni chopadi deb. Yana boshqa yutuqlari kotel bo'lsa, gaz kotel bo'lsa agar uni har doim uhod qilish kerak. Garelkalarini, boshqa nasoslarini, ventilyatorlarini tekshirib turish kerak, ruxsatlar olish kerak. Yilda bir marta yo 2 yilda bir marta raygaz, go'rgazli kelib tekshiraman deydi, pajarniylar tekshiraman deydi. Bunda unaqa narsalar bo'lmaydi. Kimdandir ruxsat ham olmaysiz. Loyiha ham kerak emas. Mana shular ham baribir yutuqqa kiradi. Keyin teplovoy nasoslarning yana bitta yutug'i sistemani to'liq qilib bo'lgandan keyin, otopleniyaga o'rnatib bo'lgandan keyin 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil ishlagandan keyin unda asosiy buziladigan narsasi kompressor bo'ladi. Kompressor juda oson almashtirish. Mashinalarda bor kompressor, xolodilniklar bor. Hamma usta qidirish ham juda qiyin emas, muammo emas. Xullas kompressorni yengillik emasda, hamma yoqda bo'lgani uchun uni ustasi ham ko'p. Bu ham bitta yutuq bo'ladi. Keyin faqat o'sha оборудование buzilsa uskuna, kompressor o'zi almashadi, boshqa joylari unaqa almashadigan joyi yo'q. Umri uzoq, ekspluatatsiyasi qulay. Ekologiyaga ham foyda. Gaz vibraslari yo'q, biraliginaqalari yo'q. Elektr sarflaydi, to'g'ri, dimoxodlardan chiqmaydi. Keyin opasnisi yo'q, haligi vzryo opasni gaz bo'lsa, baribir portlashi mumkin, yonishi mumkin. Shunaqa muammolar hal bo'lishi mumkin. Bu ham bitta yutuq. Undan keyingisi ishlash prinsipi deb yozib qo'yaman. Ishlash prinsipi endi har qanday gaz bosim ostida bo'lgandan keyin birdaniga qo'yib yuborilsa, bir joyga haydalsa, bir muhitdan, bir joydan ikkinchi joyga o'tganda qiziydi. Yoki bo'lmasam muzlatadigan gazlar ham bo'ladi. O'sha qiziydigan gazlar mana shunaqa qilib ispareniya beradi. Ikkita teploobmennik bo'ladi. Biridan o'tib ispareniya bo'ladi-da, issiqlikni qoldirib ikkinchisiga o'tib ketadi. Shunaqa ishlash prinsipi bor. Shundan orqali oladi issiqlikni. Mana bu xolodilniklarda bo'ladi-yu, orqasida panjaralar bo'ladi. O'sha panjaralar xonani isitishini hisobiga ichini sovutadi, xolodilnik. Bu ham xuddi shunaqa narsa. O'zi ko'pchilik aytadi, prinsipi
Xolodilnik konditsionerni o'zida teskarisiga aylansa konditsioneri bo'ladi. Undan keyin qaysi birida arzonroq bo'ladi degan yana bitta haligi teplovoy nasos o'sha havodan olinadigani, suvdan olinadigani, undan keyin hali yer qa'ridan olinadigani. Eng arzoni havodan olinadigani ekan. Shunda hali o'rnatasan, xuddi konditsionerda tortgandek o'sha issiqlikni olib, kompressor orqali haydab o'sha sovutib, keyin isparyat qilib beradi issiqlikni. Suvdan oladigani bo'lsa, uni burit qilib yer osti suvlari yo bir boshqa suvlardan oladi, lekin stabilniy bo'lar ekan u. O'sha o'rtacha 8-9 gradus bo'ladi. Uni olib 9 gradusli suvni olib, bu yoqda issiqlikni olib turib 5 gradus, 4 gradusga tushganda keyin quduqqa chiqarib yuboradi, boshqa quduqqa. U bitta usuli, ikkinchi usuli. Uchinchi usuli yerni qa'ridan oladi. Yerni qa'ridan olganda u eng qimmat usul hisoblanadi. Yo stirjinlarni chuqurlarga qoqish kerak bo'ladi, yoki bo'lmasam katta maydonlarni 2 metr, 2,5 metr, 3 metr pastdan ochib turib, undan keyin haligi stirjinlarni taxlab o'shalardan issiqlikni olish bo'ladi. Bular eng qimmat usullari. Endi qolgan ma'lumotlarni o'sha yozsanglar, Xudo xolasa tayyorgarlik qilyapmiz, anchadan beri tayyorgarliklar bor. Alohida mavzu qilib keyin gaplashamiz. Mana shunaqa narsalarga e'tibor berasizlar. Salomat bo'linglar.